Do'stlar, endi bizni Instagramda ham kuzatib borishingiz mumkin. Instagramda tez-tez jonli efir qilib turishni reja qilganmiz. Sahifamizni Nimagap TV Official deb qidiring. Hammaga salom. Hozirgi dasturimizda bir lo'li xotinning qanday qilib ishonuvchan sodda odamni aldab, uydan birinchi gal qo'chqorni, ikkinchi gal sigirni olib chiqib ketganligini so'zlab beraman. Bu hayotda bo'lgan voqea bo'lib, har kimga ham ishonish kerakmasligini yodimizga soladi. Hozirgi video bilan lo'li xalqini yomonlash niyatidan yiroqman. Agar biz o'zimiz sodda bo'lmasak, Alloh bergan aqlni, zehnni ishlatib ish ko'rsak, bizni hech kim aldolmaydi. Demak, hozir lo'li xotinning hikoyasini o'qib beraman. Hayotim davomida bir marta fosh bo'lishimga oz qolgan. Bu ham o'shanda 2 yil avval aldab ketgan joyimga adashib borib qolganimda ro'y bergandi. Dastlab sezmadim. Biz lo'lilar qancha uylarga tashrif buyuramiz. Xullas uy egasini o'zi eslatdi. Sen 2 yil avval ham kelib, bir qo'yning boshiga yetganding. Esingdadir balki, o'shanda ham o'g'limga dushmanlarimning shum niyati shikast yetkazmoqchi bo'lib turganda, xolis xizmat qilib, bizni bu balodan qutqarganding. Qarshimdagi kishining nafrat hidi anqib turgan so'zlaridan xotiramning qaysidir puchmog'ida saqlanib qolgan igna voqeasi yodimga tushdi. O'shanda bugungidan farqli o'laroq yonimda bir sherigim ham bor edi. Qarshimizdagi odam hayhotdek hovlida yolg'iz o'g'ilchasini o'ynatib o'tirgan edi. Bir ko'z qisishib olgach, unga firib berishga qaror qildik. U dedik, bu dedik, xullas o'zini Farhod deb tanishtirgan kishini uning o'g'liga hasadgo'y kimsalar zimdan duo orqali ziyon yetkazmoqchi ekanligiga ishontirdik. Yolg'iz farzandning shu kunlarda biroz betobligi ham bizga qo'l keldi. Farhod paxta, gugurt va igna olib kelishini aytdik. U ichkariga kirib ketdi. Bu orada to'rvamiz ham ancha semirdi. Farhod aytilgan narsalarni olib kelgach, chinakamiga ishga kirishdik. Ignani paxta ichiga tiqib, hozir buni yoqamiz. Agar u zanglab ketsa, dushmanlaringizning qilgan ilm va amallari mana shu temir parchaga o'tadi dedik. Paxtani yoqishga cho't emas, ammo Farhodning ko'zini shamg'alat qilib, ignani zanglagani bilan almashtirib qo'yish uchun biroz mashaqqat chekishga to'g'ri keldi. Ko'z o'ngida sodir bo'lgan mo'jizadan Farhodning og'zi ochilib qoldi. Paytdan foydalanib uni avradik. Oxir oqibatda u qanday qilib ko'rasidagi eng semiz qo'yini qo'limizga tutqazib qo'yganini o'zi ham sezmay qoldi. Bu 2 yil avval sodir bo'lgan voqea edi. Endi bir o'zimman. Farhod ham aldanganligini fahmlab, bizdan o'ch olishni ko'ngliga tukib qo'ygan shekilli, hozir nihoyatda asabiy. Men esa qanday qilib bu tahlikali vaziyatdan qutulib ketish choralarini izlardim. Shu payt xayolimga bir fikr keldi. Har holda lo'li emasmanmi? Indamagina chiqib ketishni o'zimga ep ko'rmay, uyingizga jodulangan narsa ko'milganiga o'xshaydi. Bizga buni muvakkillarimiz aytadi. Oilangizga qasd qilmoqchi bo'layotgan baloni faqat men daf qila olaman, dedim dabdurustdan. Farhod miyig'ida kulib, qanaqa jodu deb so'radi va javob berishimni ham kutmay so'kina oldimga shartlarini qalashtirdi. Seni hozir ayollar yaxshilab tekshirishadi. So'ng menga o'sha aytgan joduingni topib berasan. Topmasang shu yerdan tirik chiqib ketsang erkakmasman. Rozimisan? Yuragim shuv etib ketdi, lekin sir boy bermadim. Ayni paytda men uchun ortga yo'l yo'q ekanligini ich-ichimdan his qilib turardim. Bo'pti, men roziman, lekin xizmat tekin bo'lmaydi dedim. U o'ziga haddan ortiq ishonib yubordi shekilli, hovli to'ridagi sigirga ishora qilib, topsang shu seniki dedi. Farhodning ayoli qo'shnilarni chaqirdi. Zum o'tmay bir necha xotin xalaj meni uyga olib kirib, chig'iriqdan o'tkazishdi. Yashirilgan jodularim fosh bo'ldi. Jodu degani aslida bir kichkina tuguncha parchasiga qistirilgan tirnoq, soch tolasi va boshqa har xil narsalardan iborat bo'ladi. Ularni o'zimiz yasaymiz. Tekshiruv tugagach tashqariga chiqdik. Topilgan narsalarni ko'rib Farhod battar quturib ketdi. Men ham shantajga o'tdim. Bular men xalos qilgan odamlarning uydan topilgan deb o'zimni oqladim. Bo'pti, bunga ham roziman dedi u. Endi men ham bir xalos qilchi. Shunday deb u menga hovlini ko'rsatdi. Qo'limdagi hassamni do'q-do'q yerga urgancha joduni qidirishga tushdim. Yodimda 4 ta poyloqchi. Har bir harakatim nazoratda. Kun issiq emasmi? A'zoyi badanimdan ter quyulardi. Chamasi 2 soatcha bir narsani qidirgan odam bo'lib hovlida timiskilanib yurdim. Qani endi biror chora topila qolsa. Shu payt lop etib sochlarim orasidagi yashirgan jodoyim ayollar nazaridan chetda qolgani esimga tushdi. Quvonchdan osmon bo'yi sakrab ketayozdim. Biroq o'zimni bosib, yonimdagilarni chalg'itish kerakligini o'ylay boshladim. Ammo o'ylab o'yimga yetolmasdim. Bir payt qarasam, hovli to'rida bahaybat it bog'liq turibdi. Unga boya ham nazarim tushgandi, ammo e'tibor bermagandim. Endi u menga najot farishtasi bo'lib ko'rina boshladi. Asta-sekin itga yaqinlasha boshladim. It esa borgan sari menga talpinib, hurardi.
Tavakkal qilib boraverdim. Nihoyat yetdim. It ko'ylagimdan tishladi. Men dod deya yiqildim-u shu asnoda barchasini uddaladim. Yiqilar chog'im sochlarim orasidagi joduni olib to'g'ri kelgan tarafga otdim va o'sha joyni eslab qoldim. Itdan ajratib olishgach biroz nafasimni rostlab oldim-u, yana qidirishda davom etdim. Jodu tushgan yerga sekin yaqinlashdim. Uni hassamning uchi bilan turtib, tuproq ostiga tiqib yubordim. So'ng kuzatuvchilarga yuzlandim-da, mana shu yerning tuprog'ini olinglar dedim. Ular birlagan tuproqni sement supa ustiga olib chiqib elakdan o'tkazishdi. Nihoyat jodu ham topildi. Men Farhodning oriyatini, yigitlik g'ururini qo'zg'atadigan gaplarni ayta boshladim. U dastlab tan olmagan bo'lsa-da, anchagina to'planib qolgan tomosha talablar oldida past ketgisi kelmay, sigirning ipini qo'limga tutqazdi. Yuqoridagi voqea bir lo'lining kirakash do'stimga yo'l haqqi evaziga aytib bergan hikoyasi edi. Do'stim menga, men esa o'z navbatida uni sizga ilindim. Darhaqiqat, lo'llar kasbkorning ma'no mazmuni shu. Baxtingdan ochaymi taxtingdan? Hay bacham kel. Bu so'zlarni hammamiz eshitganmiz. Ajablanarlisi, ularga tasodifan yo'liqib qolgan kishiga ham yaqin orada yo biror kasofat xuruj qilishi yoki yelkasiga baxt qushi qo'nishi mumkin. Har holda ularning fikri shunday. Xalq orasida folga ishonma, ammo folsiz yurma degan gap bor. Ammo islom dinida bu toifa kishilar va ularning yo'taviga yurganlar qoralanishini unutmasligimiz kerak. Har holda birovni birovga issiq sovuq qilib qo'yish yoki biror kishining dushmanini, uning ham bolalari, do'stlari bor-ku, juvon mark qilish jazosiz qolmaydi. Shu bilan dasturimiz yakuniga yetdi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va o'z fikr-mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.